Husanov City himoyasini ushladi. Klub rasmiy sahifasida e'tirof etildi. Angliya Premyer Ligasining 21-turida Manchester City o'z maydonida Braytonni qabul qildi va 1-1 hisobda durang qayd etdi. Natija ko'ngildagidek bo'lmadi, ammo o'yindan keyin muxlislarning kayfiyatini ko'targan bir fakt bor. O'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov asosiy tarkibda maydonga tushib, butun 90 daqiqa davomida ishonchli harakat qildi. Ushbu bahsda Husanov shaharliklar himoya markazida ancha puxta ko'rindi. Tezlik, kuch va pozitsiyani to'g'ri tanlash barchasini bitta pazldek joyiga qo'yib, Braytonning xavfli hujumlariga qarshi samarali kurash olib bordi. Eng muhimi, u vaziyatlarni o'qiy oldi. Qayerda yaqinlashish, qayerda sug'urtalash, qayerda to'pni xavfsiz hududga chiqarish, hammasi o'ziga xos sovuqqonlik bilan bajarildi. Bu o'yindan keyin klubning o'zi ham himoyachini alohida ta'kidladi. Cityning rasmiy sahifasidagi izohida Husanovning markazda juda ishonchli va puxta o'ynagani, tezlik va jismoniy kuchni mahorat bilan uyg'unlashtirib, raqibning o'tkir hujumlarini so'ndirgani qayd etildi. Abduqodir Husanov Manchester City himoya markazida juda puxta va ishonchli o'yin namoyish etdi. Himoyachi tezlik va kuchni mahorat bilan uyg'unlashtirib, xavfli Brayton hujumlariga qarshi juda samarali harakat qildi, deb yozdi Cityning rasmiy sahifasida. Qolaversa, u uchrashuvning eng yaxshi futbolchilari ro'yxatidan ham o'rin oldi. Bu esa muxlislar uchun alohida signal. Yigit faqat maydonga tushmayapti. U haqiqiy raqobatda o'z o'rnini topyapti. Ma'lumot o'rnida, Josep Guardiola jamoasi hozir turnir jadvalida 43 ochko bilan 2-o'rinda bormoqda. Demak, City uchun chempionlik poygasi hali qizg'in. Husanov uchun esa har bir shunday o'yin katta sahnada o'z nomini mustahkamlash imkoniyati.